14-dekabr sanasi Shahram tabriklar jamoasi navbatdagi manzilga fayzli xonadonga tashrif buyuramiz. Yana bir otani xursand qilamiz, ko'ngillarni ko'taramiz. Bu o'zlarining tug'ilgan kunlarini, shukrona kunlarini, 56 yoshlarni qarshilayotgan Beshimakani yakka-yagona qizlari Oqshomol va mehmonlardan ajoyib tarzda tabriklab xursand qilamiz, ko'ngillarni ko'tarishga harakat qilamiz. Farzandlarning sovg'alarini, dil so'zlarini, yaxshi ko'rishlarini yetkazamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Juda ham ajoyib esda qolarli syurpriz tabrik bo'ladi albatta. Sizlarni chalib qo'yamiz. Yaqinlarda biroz qarsaklarni kechamizni inqirorli hamda qarovlaychasi uchun assalomu alaykum. Beshimakda tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Xursandchilik kunlaringizga ko'z tegmasin. Xastalik, g'am, qayg'u, tashvish, alam hayot yo'llaringizga hech qachon soya solmasin. Yaratgan Alloh taolo umringizga, rizqingizga baraka bersin. Albatta, avvalambor uzr so'raymiz. Tinchligingizni, xotirjamligingizni buzib, bezovta qilib qo'ygan bo'lsak, yaxshi niyatda farzandlaringiz bilan birgalikda sizni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklash, xursand qilish, nafaqat ularning ajoyib sovg'alarini, ularning dil so'zlarini sizga yetkazish uchun kelganmiz. Men bir necha kun ilgari qizingiz Mohdirxon bilan bog'langanimda otajoningizni ta'riflab bering, qanday so'zlar bilan tabriklashimizni xohlaysiz deb so'ragan edik. Shunda qizingiz aytdilarki, kimni bilmadimu, meni dadajonim bilan onajonimni ta'riflashga so'z ojizlik qiladi. Kimlar uchundir oddiy inson bo'lishlari mumkin, lekin men uchun poyi jannatim, Makka yu Madinam onajonim. Boshimdagi davlat tojim, uyimizning fayzi, barakasi dadajonim bo'ladilar. Avvalambor rahmatimni aytib qo'ying dadajonimga, onajonimga. Bu dunyoga keltirganlari, oq yuvib, oq taraganlar uchun boshim yerga tekkuncha ta'zimdaman dedilar. Yemasdan yedirganlar, kiymasdan kiydirganlar, men yakka yagona qizlarni baxti kelajagi uchun butun umrlarini, yoshliklarini, mehnatlarini qurbon qilib, to'g'ri tarbiya berib ulg'aytirdilar. Qiz bola palaxmon toshi ekan, otilib ketdim, otilib ketganda ham orqamga qaragan bo'ldi, xavotir bilan otilib ketdim. Chunki dadajonim bilan onajonim mendan boshqa farzandlari yo'q, xizmatlarini qiladigan. Garchi men o'g'il farzandlar singari qimmatbaho sovg'alar va baland imoratlar qurib bera olmasam-da, dadajonim bilan onajonimdan jannatlarda qasr qarzim bor. Boshlariga toj kiygizuvchi, do'zaxdan to'suvchi parda bo'lguvchi farzandlari men qizlari bo'laman deya ta'rifladilar. Agar bir necha daqiqaga bo'lsa-da xursand qila olsam, ko'ngillarini ko'tara olsam, duolarini olsam, mendan baxtliroq, mendan xursandroq inson topilmaydi dedilar. Men bu qiladigan ishlarim kimgadir maqtanish uchun emas, ko'z qilish uchun emas, qalbimdagi mehr muhabbatimni ozgina bo'lsa-da izhor qila olish. Meni kechirsinlar, qizlarning qo'lidan kelgani shu bo'ldi xolos deya ta'rifladilar. Farzandlaringiz qolaversa siz chiroyli she'rlar bilan ham tabriklab qo'yish so'raganlar. Albatta, yaqinlaringiz ruxsatlar bilan qizingiz Mohdirxon nomlaridan mazkur chiroyli she'rni o'qib bersam. Yelkangiz o'parkan quyosh ham bota, qarshilari barchani bir-bir uyg'ota. Bolangiz ko'ngliga paxtadan yumshoq, temirdan qattiqroq, qalqonim ota. Zalvorli yuklarda yuqtira olmas gard, oldingizga tushmas biron bitta mard. Zardobga aylangan ichga yutar dard, yurakdan portlagan vulqonim ota. Gullar titrasada bo'ston vahmida, e'zozlab yashagay sizni rahmida. Biz deya hayotning achchiq sahnada, o'zin yer aylagan osmonim otam deya dil so'zlarni, tilaklarini qolaversa siz uchun dunyodagi eng shirin tortni ham tayyorlab qo'yganlar. Hamda ajoyib sovg'alar davomiy biroz farsanglaringiz ostida marhamat sovg'alarini taqdim qiladilar. Ta'rifingiz beqiyosiz, baxtim yo'li to'shalgan kun. Ota-onam yonimda siz, orzularim ushalgan kun. Sizdir mening tirgagimsiz, urib turgan yuragimsiz. Go'yo havo keragimsiz, orzularim ushalgan kun. Sizdir mening tirgagimsiz, urib turgan yuragimsiz.
Go'yo havo keragimsiz, orzularim ushalgan kun. Onam, 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 poyingiz jannat onam. Otam, 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 nomingiz dildan olam. Onam, 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 poyingiz jannat onam. Otam, 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 nomingiz dildan olam. Boshim qo'yay poyingizga, jonim qo'shay joningizga. Assalomu alaykum. Aziz mehribonlarim, ukam, kelinim, uyt-uytdaylar bilan ko'payib ketsin, o'qitib, baxtli bugun sanam. Qo'shganinglar qo'sha qaragin. O'rtoqlarimiz vaqtlarga doim sog'ib, 5-100 yoshlarga kirgan bachalarini huzurini ko'rib, ana shu bachalarni qatorida doim safida ko'paysin. Biz mana shu tadbirlarimiz davomida bir so'zni qayta takrorlab hech ham charchamaymizda. Bu yorug' dunyoda haqqini qilgan xizmatlarni ado etib bo'lmaydigan yagona zotlar otajonlarimiz hamda onajonlarimizdir. Ularni qanchalik xursand qilmagaylik, boshimizga, ko'klarga ko'tarmagaylik, poyi jannatimiz onajonlarimiz, qiblagohimiz, otajonlarimiz sha'ni uchun ozdir albatta. Otadek inson topilmaydi bu hayotda. O'zlarining hayotlaridagi qiyinchilik xatolari farzandlarining hayotida takrorlanmasligi uchun harakat qiladigan yagona inson ota bo'ladi. Farzandlarga tayanch bo'ladigan, ko'ngliga suyanch bo'ladigan inson. Farzandlarning kelajagi uchun o'z orzularidan kechgan inson ham ota bo'ladi albatta. Biz farzandlar doimo yodimizda tutishimiz kerakki, mana shu biz yashab turgan to'kin sochin hayot qissasini otajonlarimizning boshlaridagi oq sochlari, qo'llaridagi qadoqlari hikoya qiladi albatta. Baxtimizga otajonlarimiz, onajonlarimiz sog' va salomat bo'lsin deganlar chiroyli qarsaklarni chalib qo'ysak arziydi albatta. Shoirning shunday so'zlari bordi: dada deb bosilar ilk bora qadam, dadasi bor olam eng go'zal olam. Bu dunyoda baxtlidan baxtli dadasin bir bora quchoqlaganlar. Albatta farzandlaringiz baxtiga uzoq umr, sihat, salomatlik tilab qolamiz. Doimo mana shunday farzandlar hurmatida, farzandlar e'tiborida bo'ling. Tug'ilgan kuningiz, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin.